Assalamu alaikum. Yangi hukum ingliz tili darsimizga qaytib kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Inshaalloh kelar qatimliq darsdan boshlab biz bu gaplarni amalba inglizcha deyishtirishimiz. Demakchi bugun taxminan eng oxirgi qatim deb tushunsangiz bo'ladi. Inshaalloh, okay? Kelar qatimdan boshlab biz welcome back to new concept English deb anondikin chislan deb anondikin darsimizni boshlab ketdimizmi? Men kelar qatim deganda anondikin tushuntirib qo'yman. Demak bugungi salimimiz eng oxirgi qatim Uyg'urcha deganimiz, okay? Shuni ko'nishga boshlash kerak savoldoshlar, okay? Xo'sh, new concept English'ninki yangi o'quv ingliz tilininki birinchi qismida turyapmiz. Shu topda bugun chislaga 2019 yili 8-16 kuni, ya'ni Friday, August 16th 2019 8-16 kuni yana bir qatim qaytilasam to'lim kechiringlar oldingi darsda, ya'ni tungi darsda 8-15-ni men 8-18 kuni deblam optima nimda ketib qopti, diqqat qilmaslikda ezibdimi. Kechiringlar, buningki undaq bo'lmaslikda tirishimiz. Demakchi 8-15-ni 8-18 deb qo'yibman. Uni toki shu videoni YouTube'ga yo'llamog'icha bayqamabdiman. YouTube'ga chiqib bo'lgan videoni anakin bayqab upload deb qoldim. Allabirun chiqib bo'lgan videoni tushirib, yana qaytadan tuzab qayta qilishga sal qulay so'q qoldi. Shuning bilan xato yozmichida to'g'ri, lekin og'zaki atilishda xato atilib qoldi tungi chislar, okay? Xo'sh, undaqda Friday, August 16th 2019 da o'ltiribmiz bugun. Ya'ni oldingi darsninki naqli davomiga kirib kelsak, savoldoshlar, bugun lesson 31 Where is Sally degan darsni o'rganamiz. Albatta oldi bilan yangi so'zlarni ko'rib o'tadigan bo'lgan to'q. New words and expressions. Number 1, cat. Cat. Number 2, climb. Climb. Number 3, tree. Tree. Number 4, garden. Garden. Number 5, doing. Doing. Albatta tirnoqchiga qo'ygan do ninki sabab bor. Men hozir tushuntirman uni, okay? Tirnoqchiga do deb qo'yibdimiz. All right, number 6, under. Under. Number 7, beg. Beg. Number 8, about. About. Anondikin tirnoqchiga what about deb yozib qo'yibdimiz. Buni hozir tushuntiramiz. Number 9, run. Run. Number 10, across. Across. Number 11, grass. Grass. Number 12, after. After. All right. Unda so'zlarning ma'nolari bilan tanishib chiqsak, qarang. Number 1, cat degan mushuk. Xatolashmasam biz ishni o'rganib bo'lgan dog, to'g'ri? Bugun mushukni o'rganyapmiz. Cat. Okay? Bu ikkisi bugungi darsimizningki personajlardan ikkalan bo'ladi. Okay? Number 2, climb. Climb degan yamishish, esilish degan gap. Masalan, daraxtga yamishish, masalan, tomga esilish deb qo'yamiz yoki tomga yamishish deb. Birla diqqat qiladigan ahvol, eng oxirgi harf B harfini yozamiz, lekin o'qimaymiz. Climb. Anglayapsiz cho'qim. B uzuk tovush harfi o'qilmayapti. Lekin yozamiz, okay? Mana bu ingliz tili. Climb, okay? Number 3, tree. Bu daraxt degan gap, okay? Masalan, climb the tree degan qanday? Daraxtga yamishish bo'ladi-ku, yoki yamishish daraxtga deb olamiz ingliz tilida, okay? Climb the tree. Yoki climb a tree. The bilan the ninki ma'nosini yana bir qatim tushuntiramiz bugun. Amaliyot musobaqqalarda ozroq tushuncha hosil bo'lib bo'ldi, lekin yana davomli tushuntirib bo'lamiz, okay? Number 4, garden. Garden degan bog' degan gap. Bunda qilqi ammaviy bog'chamiz, ammaviy xarakterli bunda cho'ng tipdagi bog'chamiz. Mana degan o'zimizning oilasidagi gullik bog', gullik bog' demoqchi. Garden.
Number 5, doing. Bu do ya'ni keyindagi tirnoq ichiga do deb yozib qo'yibmiz. Amaliyotda shu do'ningki keyiniga ing degan qo'shimchaning qo'shilgan shakli bo'ladi. Demakchi do degan nimati qilish, etishdi. Masalan, do homework degan nima? Topshiriq ishlash bo'ladi endi. Oila topshirig'ini ishlash. Masalan, dedik do a job desa qanday bo'ladi? Bir xizmatni ishlash bo'ladi-ku yoki bir xizmatni qilish. Okay? Demakchi do qilish, etish degan ma'nosi bo'lsa, nima ing qo'shilsa nima bo'ladi desangiz, mana ingliz tilida hozirgi davomlashayotgan zamon deydigan bir gap bor, albatta uyg'ur tilidan bor. Masalan, davomlashayotgan zamon degan nima gap? Masalan, men bo'lsam kitob o'qiyapman yoki men kitob o'qiyapman desa qanda, mushu gapni da'vatganda dal bo'layotgan, ya'ni yuz berayotgan yoki davomlashayotgan bir ahvolni bayon qilganimiz bu. Men kitob o'qiyapman desak. Okay, bu tunugungi gap emas, atki gap emas, balki shu topning o'zida yuz berayotgan, ya'ni davomlashayotgan bir sharkat bu. Ingliz tilida demakchi fe'llarning keyiniga, ya'ni shu do'ga o'xshaydigan, do degan bir misol bu. Qilish, etish degan ma'nosi bor dedik. Demakchi shu do'ga o'xshaydigan fe'llarning keyiniga ing qo'shimchasini chetish orqali qanday shu fe'lningki davomlashayotgan ya'ni yuz berayotgan dedik, hozir misol oldik. Shu shaklini yasaymiz, shu fe'llarninki. Okay, masalan, I deganni savoldoshlar tushunib bo'ldi. Men, am degan bo'lsam, be fe'l, doing deb mishadi olsak, masalan, I am doing deb bo'lib, my homework desak nima bo'ldi? My degan mening, savoldoshlar biladi. Homework degan nima? Topshiriqdi. Undan so'ng I am doing my homework degan nima? Unda o'ylab baqsangiz, hozir degan gapni bog'lab tushunsangiz, men bo'lsam ishlayapman, topshirig'imni, o'zimning topshirig'imni degan gapga qo'y yoki men topshirig'imni ishlayapman degan gapga qo'y. Demak, bu bir tipik misol. Qolganini ele ketib o'tib tekstni ko'ramiz, savoldoshlar. Bugungi dars amaliyotda darsimizdagi, shu ingliz tili o'rganish darsimizdagi bir cho'ng burilish. Ya'ni hozirgi davomlashayotgan zamonni o'rganamiz. Okay? Shu banada nima gap to'g'ri gap qilib oldin ozroq bir uchur berib qo'yishim bu haqda. Tafsilotini biz darsda ko'ramiz, tekstda ko'ramiz. Okay? Number 6, under degan tegida degan gap. Xuddi alaqi savoldoshlarga ma'lum, masalan, bir nimaning ustida degan nima deydi? On deydi. Masalan, there is a book on the desk degan nima deydi? There is deganni ba'da bo'lganda. A book bir kitob. On ustida, the desk partining yoki ish ustunining yoki o'rganish ustunining. Ya'ni o'rganish ustunining yoki partining ustida bir kitob bor degan gapda u. There is a book on the desk degan. Demak, meniki on nimani bildirdi degan to'q, bir nimaning ustida degandek. Endi men under degancha naqshining tigida degan gap. Okay? On degan ustida bo'lsa, under degan tigi bo'ldi. Tigida degandek. Okay? Davomida nima tafsilotini dialogda ko'ramiz. Number 7, beg. Beg degan o'tinish yoki bo'lmasa yalvurish yoki bo'lmasa tilash degandek ma'nosi bor. Okay? Bir necha ma'nosi bor albatta. Bugungi darsimizda yodingizda bo'lsa pardon deb birinchi darsda ko'rgan biz. Masalan, excuse me desa yes deganda is this your handbag deganda qarshtirab aniq anglayapmidimi qanday yoki sal tushunmay qoldimi? Pardon deganda shu vaqtda men amaliyot so'zlagan bu so'zni. Pardon degan amaliyotda I beg your pardon degan jumlaniki qisqartib deyilishi degan demak. Yodingizda bo'lsa. Demakchi shu I beg your pardon degan amaliyotda so'z ma'nosi bo'yicha tushunsak, I men beg tilash, your degan sening, pardon degan qanday kechirim degan to'q. Demakchi men sening kechirimingni tilayman degan gap ekan ku. Demakchi qarshi tarafniki gapini biz endi anglayolmaganda yoki qarshi tarafning gapini tushunolmaganda uni shu gapni qayta deyishini umid qilib qanday mushtaq ishlatamiz ingliz tilida. Pardon deb yoki to'liq desak I beg your pardon deb. Misharki beg degan nima ekan? Tilash degandek ma'nosi bor demakchi. Okay? Men sizning kechirim qilishingizni tilayman, kechirimingizni tilayman degandekchi. Okay? Yalvurish degan ma'nosi bor dedik hozir. Jonliq tushunsak bo'ldi bag degan so'zningki ma'nosini. Hargizmi bag emasmi? BAG emas. BAG
bo'lsa nima bo'ladi? Somka bo'ladi. Mana ikkisini almashtirib qo'ymaylik, ha. BAG bo'lsa somka, o'qilishimi bag deb o'qildi. Ma degan BEG, ya'ni beg deb o'qildi. Beg. I beg your pardon. I beg. Okay? Number 8, about. About degan to'g'riliq, to'g'risida degandek ma'nosi bor. Yoki haqida degandek. Masalan, bu to'g'risida mundaq bir parang bo'ldi yoki bo'lmasa biz bu to'g'risida keyin so'zni she'riy deb ishlatamiz, to'g'risida, to'g'riliq deb. Okay? Shu ma'noni bildirdi. Endi what about deb tirnoq ichiga olib qo'yibmiz. Sababi what bilan qo'shilib kelsa bu about. Chu degan ma'nosi bor. Masalan, men tamog'imni yeb bo'ldim, siz-chu degandek-chu. Ashada ishlatilgan chu. Masalan, sizning kitobingiz bor ekan, uning-chu deymiz bu masalan. Sizda o kitob bor ekan, uning-chu deymiz bu. Ashadagi chu. What about? Hali tafsilotni dialogda ko'ramiz. All right, number 9 degan run, yugurish degan gap, yugurish bu. Fe'l-u harakat, harakatni bildirdi. Yugurish. Number 10, across. Across degan kesib degandek ma'nosi bor. Fe'l emas, bu bir oldi qo'shilg'ichi. Xuddaligi on yoki under ga o'xshaydigan bir oldi qo'shilg'ichi hisoblanadi, lekin ma'nosi kesib deb tushunamiz. Okay, masalan, across the garden desak nima bo'ldi? Shu bog'ni kesib degan bo'ldi yoki gullikni kesib degan bo'ldi. Qanday kesib deganda, masalan, pichoq bilan kesamda yo'q qildi, masalan, it gullikni kesib yuguryapti deymiz-ku. Ashada shu kesib gullikni kesib deb bunday oladi demak, masalan, across the garden. Okay? Hozircha shunchalik tushunib tursak bo'ldi. Oldi qo'shilg'ichi, andan keyin kesib kasgan holda degan ma'nosi bor ekan deb tushunsangiz bo'ldi. Okay? All right, number 11 degan grass. Grass degan nima? Chimliq. Chimliq, okay? Masalan, across the grass deb oladi masalan. U degani shu chimliqni kesib degandek-ku. Okay? Number 12, after. After degan keyin degan gap. Masalan, bu oldi qo'shilg'ichi amaliyotda ingliz tilida oldi qo'shilg'ichlarniki alohida bir o'zgacha bir holat ifodalangan sog'lashlar tushandi. Masalan, on the table deymiz. Ustalning ustida deganni. Ustidani boshda deb bilib, anan keyin ustalning deb keyiniga olamiz. On the table. Shunga o'xshash, shu under shunga o'xshash, masalan, under the tree degan nima? Ostida, ya'ni daraxtning degan gap. Masalan, across the grass degan nima bo'ldi? Chimliqni kesib degandek-ku. Endi after ga misol olsak, masalan, after me deymiz, masalan, mendan keyin. Okay? Keyin degan ma'nosi bor. After you degan sendan keyin bo'ldi. Okay, masalan, after the cat, yoki after a cat deganchu mushukdan keyin yoki mushukni agishib degandek bir ma'nosi bor. So'zlar, shu so'zlar savoldoshlar. Qolganini biz tafsilotini shu dialogdan ko'raylik. Dialogni ko'rishdan burun oldindan darsimizning temasini bir ko'rib olsak, mavzusini tushunib olsak qarang. Lesson 31. Where is Sally? Tushunishdik bu jumla sizga. Sally degan qizg'on ismi, endi uchratmagan bo'lsangiz hozir uchratdingiz. Sally o'qilishi, ma'nosi qizg'on ismi, okay? Ismini tarjima qilmaymiz bu. Where is degani endi nada bo'lsa Sally deb so'radi. Where is Sally? Sally nada degan gap bu. Okay? Demakchi tema shu tema ekan. Anandan keyin men so'zliklarni tushuntirish jarayonida savoldoshlarga eslatdim. Bugungi darsimiz hozirgi davomlashayotgan zamonni cho'radigan bir dars. Demakchi, falonchi nada deb so'rgan bir dars ekan bu temasi. Unda falonchi nada deb so'rsa, u mundaq ish qilyapti degandek bir gap chiqadi ekanda, okay. Bu qiyos oldin, shu tafsilotini hozir darsda ko'ramiz. Undaqda dialogni o'rganishdan burun oldin bilan nima ish qilgan bo'lgan-ku, yodingizda bor. Shu dialogni o'rganish orqali biz mundaq bir savolga javob bermoqchi to'g'ri. Is the cat climbing the tree? Bu gapning ma'nosi yodingizda bor bir xabari yoki fe'li igining oldida kelib qolsa qanday jumla bo'ladi? Savol jumla bo'ladi. Demakchi, agar the cat is bo'lgan bo'lsa bu bayon jumla bo'lgan bo'ladi. Hozir qanday is the cat deb is bilan the cat ning o'rnini olmish bo'lsa savol bo'ladi. Buni tushunasizmi? Demakchi, bo'lsa so'z ma'nosi bo'yicha tushunsak, bo'lsa u mushuk yoki ashu mushuk, ya'ni ashu deb alishning hojati yo'q-ku.
Mushuk deymiz bu. Bo'lsa mushuk yamishyapti daraxtga degan gap chiqamdi. Is the cat climbing the tree? Climbing kaniga nima ing qo'shilib qoldi? Chunki bu davomlashayotgan ish harakatini bildirdi. Shu tapdan shu gapni da'vatgan vaqtimizning o'zida bo'layotgan ish harakatini bildirdi. Hozirgi davomlashayotgan zaman degan mushuk, okay? Tafsilotini shu men dialogni o'rgatish jarayonida deb berman. Savollarga bu jumlaning qanday bir cümle şekli işgalligini, okay? Hozircha bu bir savol cümle ekan, okay? Xabar oldi keldi, igisi xabardan keyin qilyapti. Shuning uchun savol deymiz buni. Agar undaq bo'lmay, igisi oldida, ya'ni the cat deb oldida kelib, anondan keyin is deb kelgan bo'lsa, bu bayon jumlalar. Ya'ni the cat is climbing the tree bo'lgan bo'lsa, mushuk bo'lsa, yamishyapti daraxtga deb bayon jumla qatorida oladi. Demakchi bayon jumla bo'lgan bo'ladi bu jumla. Hozir unda emas, xabar oldida kelganligi uchun, ya'ni bu bir savol jumla bo'lib ketdi. Okay? Unda bo'lsa, mushuk daraxtga yamishyapti degan savol ekan, bu shu savolga biz javob topishni maqsad qilib qanday dialogni ko'rib boqaylik. Qarang, lesson 31. Where is Sally? Mana savol niyada bor. Is the cat climbing the tree? Mushuk daraxtga yamishyapti? Qarang, nima ish bunday so'raydiganligini hozir tushunsiz. Rasm mushu rasm qarang. Uyning ichida derizning sirtiga qarab turib, qandaq bir jup arayal bor deyli. Okay? Uyning ichida turib derizning sirtiga qarayotgan. Andan derizning sirti, masalan, shu garden deyli, bog'cha yoki bog'. Kim borkan bu bog'chada qarsangiz bir o'g'il turdi, bir qiz turdi. O'g'illar daraxtning ustiga chiqib o'tibdi degandek. Qizlar o'ltiribdi. Ya bir ishtirokan bir mushuk ibodat qildi, okay? Mushundaq bir manzar ekan bu. Endi biz nimani ko'rib boqaylik, ha? Dialogni ko'rib boqaylik. Mana agish bir qatm o'qiydigan bo'lgandingiz, andan keyin ma'nosini tushunaylik, ha? Qarang. Jean ayolning ismi. Erning ismi Jack. Adala ma'ni aniq deydi, ha? Xo'sh, Jean nima deydi? Where is Sally, Jack? Mana agish o'qiysiz-ku, ha? Where is Sally, Jack? Digantes Jack qopib, she is in the garden, Jean. Again, yana bir qatam, ha? She is in the garden, Jean. Desa Jean qopib, what's she doing? Deb so'rayotdi Jack qopib, she is sitting under the tree. Yana bir qatam, ha? She is sitting under the tree. Digante Jean qopib, is Tim in the garden too? Deb so'rdi, yana bir qatam. Is Tim in the garden too? Jack qopib, yes, he is. Yes, he is. Deb bo'lib, he is climbing the tree. Again, he is climbing the tree. Digante, Jean qopib, I beg your pardon. Again, I beg your pardon. Who is climbing the tree? Again, who is climbing the tree? Jack, Tim is. Tim is. Jean deydi. What about the dog? What about the dog? Digante Jack qopib, the dog is in the garden too. The dog is in the garden too. It's running across the grass. Again, it's running across the grass. It's running after a cat. It's running after a cat. Okay? O'qilishim shundoq, bu yetarli emas savoldoshlar. Siz bo'lsa qizroq kayniga yandirib, yana qayta anglang, qayta anglang. Anonkin o'qing. Jiq o'qib mashq qilmasangiz bo'lmaydi, okay? Endi tushunib chiqsak, dialogni qarang. Jean, ya'ni ayol kishi nima deydi? Where is Sally, Jack? Bu yerga where ning kayniga pash as nima?
amaliyotda is go BPL is uningki where ga chetilib ketgan ahvoli go, yani qo'shilib ketgan ahvoli. Uni ayrim where is deb olsak ham bo'ladi-ku, okay? Unda qayerda bo'lsa Sally Jack deb yo'lishning ismini atab so'rayotdi deylik, yoki Jackning ismini atab so'rayotdi deylik. Sally nada Jack deb. Jack nima deb javob berdi? Qarang, she is in the garden, Jean. She is, ya'ni she is degan amaliyotda demakchi, she ning kendiki pash as amaliyotda shu. Yanala abayqi is go ava pash as. BPL is a jumlaning egisi she. Andan keyin mana xabar bo'lib qoldi, bo'lib keldi, o is, okay? Qisqartirib she is deb bunday o'tibdi. U bo'lsa deydi, in the garden, ichida bog'chining Jean, ya'ni u bog'da Jean demakchi-ku. Deganda Jean qopib what's she doing deydi. Okay? What's she doing degan deb olamiz. Albatta what ning keyindagi pash asni is deymiz. She degan u, doing degan qilyapti, okay? U bo'lsa nima qilyapti degan gapkan-ku. Sally qizaloq, shuning uchun she deb gapini qilyapti-da. Agar Sally u demakchi, Sally bo'lmay boshqa bir o'g'ilning gapi bo'lgan bo'lsa, hargiz she demay he deydi-ku, yodingizda bor. What's she doing? Tushunishli-ku. U nima ish qilyapti degan gap-ku, shu topning o'zida demakchi-ku, hozirgi davomlashayotgan zamon deb aytdik-ku. Okay. Unda bo'lsa, esimizda tutaylik, mana do'stlarga men buningki qoidasini deb bersam, shu what is she doing bilan she is javobini demaydi-ku, savolni desak, albatta savol so'zi what nima, is bo'lsa, she degan jumlaning egasi u, doing degan qilyapti bu xabar, ya'ni pel degan shu ish harakatini bildiryapti. Bu nima bo'ldi desangiz, BPL qo'shilgan, qarang, andan keyin PL deganni inglizcha qanday verb deymiz. Hozircha qarg'ularcha shunday agishib turing. Keyiniga qanday ing qo'shilgan holatdiki. Okay? Demakchi, shunday bir qilib kelsa, bir jumla qanday hozirgi davomlashayotgan zamon bo'ladi. Okay? Esingizda tuting, hozirgi davomlashayotgan zamonninki kombosi bo'lmaydigan ikki muhim narsa bor. Birisi BPL deganimiz is shu, yana birisi PL deganimiz do shu. Mümkün onun keyniga ing qo'shilgan holatda. Okay? Demak, shunday kelsa, BPL cho'qim kelish kerak ekan, uningga agishib PL kelish kerak ekan. Albatta, miyada is bilan doing ning o'rtasida she bo'lgan. Nimishqa? Bu bir savol jumla shakli. Yodingizda bor, xabar igining oldida kelib qolsa qanday savol jumla bo'ladi. Okay? Agar undaq bo'lmay, xabar igining keyinda kelsa nima bo'ladi? Vaqtida bayon jumla bo'lgan bo'ladi. Masalan, she is bizim degan bunday shaklda kelgan bo'lsa, ya'ni she is deb anonimkin yana bir PL bor deylik. PL ning keyiniga ing qo'shilgan holatda. Tushunishli-ku? Bunday holatda kelgan bo'lsa qanday? Bu bir bayon jumla bo'lgan bo'ladi-ku. Okay? Hozir men nima deymiz? Savol jumla deymiz. Sababi albatta savol belgisi bor keyinda. Eng muhimi, uningdan muhimi. Xabari yoki mushu jumlada kombosi bo'lmaydigan BPL deydi ya. Xabarni xabar qilib turgan amaliyotimiz BPL chi mushu jumladagi. Albatta PL keyiniga ing qo'shilib kelayotgan PL muhim. Uningdan muhimi BPL cho'qim bo'lish kerak. Shu demak, cho'g'im mushu BPL igining oldiga o'tib olsa qanday bu bir savol jumla bo'ldi degan gap. Demakchi, savol jumlaning qarim-qarshisi qanday bayon jumla bo'ldi-ku. Bayon jumla qanday bo'ldi? Mana ikisi oldida is keyinda keldi. Andan keyin uning agishib qanday verb degan nazarni dedik, PL dedik. PL ning keyinga ing qo'shilgan. Xo'sh, uzun gapning qisqasi, boshqa hamma gapni unutib ketdim. Birla narsani esingizda tuting. BPL qo'shilgan, ya'ni BPL ga agishib demakchi. Ma ahvolni ko'z oldingizga keltirsangiz. BPL agishib bir PL kelgan, ya'ni ish harakatini bildiradigan so'zga PL degani. Va BPL degan ish harakat emas, shuni holat deb bo'lgandim. Qo'shimcha deb qo'ysam, men bir qatim esingizga solsam. Demakchi, BPL andan keyin bir PL, andan keyin shu PL ning keyiniga ing qo'shilgan. Mushundaq holatga kelganda bu bir hozirgi davomlashayotgan zaman yasalgan bo'ldi.
Xo'sh, unda bo'lsa what's she doing? What is ni qisqartirib what's deb aytdim bu yerda. What's she doing qarang ha? Naq mushu savol shu-ku. Jeanning so'rag'ini. U nima ish qilyapti degan gap-ku. Jack nima javob berdi qarang. She is sitting under the tree. Qarang. Is mana shu. Sit degan o'ltirishdi. Yodingizda bormi? Sitni o'rgandik-ku deyman. Agar o'rganmagan bo'lsa, hozir o'rganib olgan bo'layli. Sit. Okay? Artigidikileri pastga tushib ketib tursin. She is sit deymiz, o sit degan o'ltirish degan so'z, pale. Demakchi bu ba'zi pale'larga cho'ng jihatdan aytganda ingliz tilida so'zlarning keyiniga ma'lum so'zlarning qo'shimcha qo'shganda mayli qanday qo'shimcha bo'lishidan qat'iy nazar, mayli ko'p qo'shimchasi as bo'lsin, mayli ning qo'shimchasi bo'lsin, mayli boshqa qo'shimchalar bo'lsin, qoidalar va biz tegishlik degan to'q. Demakchi, shunday sit, ya'ni o'ltirish degan fe'ldak, shunday fe'lning keyiniga ing'ni qanday bas qo'shamdiq yo'q. Bas qo'shmaymiz. Shunday ahvolda masalan t bilan oxirlashgan bo'lsa, t ni yana bir qatim qoidalar deb anoniki ing qo'shamiz, okay? Bir qoida. Shunga bu nima ish qilyapti deganga nima javob berganmiz? U bo'lsa o'ltiryapti deydi. Nada o'ltiryapti? Kendi gap bor, tugimda. Under the tree deydi qarang. Ostida daraxtning deydi. Inglizchada mana shunday ifodalaydi. U bo'lsa o'ltiryapti ostida daraxtning deb bunda oladi ingliz tilida. Biz Uyg'ur tilida unda demaymiz. Uyg'ur tilida u deb kaynadilar daraxtning ostida o'ltiryapti deb o'ltiryapti eng oxirida u daraxtning ostida o'ltiryapti. Yoki o'ltiryapti demaymiz, o'ltirapti deymiz, u daraxtning tagida o'tirapti deymiz. Okay? Ingliz tilida mushundaq ifodalaydi. O'ltiryapti deb. Shu tapning o'zida shu ishni qilyapti degandek. Gapni tushunishdi-ku. Xo'sh, uzun gapning qisqasi, men savol jumla qilib turgan nima? Ya'ni savol jumla hozirgi davomlashayotgan zamondagi savol jumla bu. Bu hozirgi davomlashayotgan savol jumlani, shu hozirgi davomlashayotgan savol jumla qilayotgan nima? Is, ya'ni BPL degan shu, tegishsiz. Anoniki fe'lning kaniga ing qo'shilgan shakli. Shundoq tahlil qilsak tegidikini. Albatta, miyada she is demay kitobda she is deb mundaqlam qisqartirib aytgan-ku. Shu is shu'um shu, okay? Aslo sizib qo'yaylik. Hozirgi davomlashayotgan zamanni hozirgi davomlashayotgan zaman qilyapgan. Okay? Keyin sitting. Demak, mush ostiga sizilgan ikki narsalar ustidagi savol jumladagi past as, andan keyin doing, ostidagi bayon jumladagi past as, andan keyin sitting. Mush narsalar mush ikki jumlani hozirgi davomlashayotgan zaman qilyapgan jumlalar, narsalar shu. Okay? Alright, unda bo'lsa biz davomlashtirsak gapimizni. Jeanninki u nima ish qilyapti degan so'zga savoliga Jack u daraxtning tagida o'ltiryapti deb javob berdi deylik. Andan keyin Jean qo'pib is Tim in the garden too? Bo'lsa Tim ichida bog'ning mu, ya'ni Timmu demakchi-ku. Ya'ni Timmu bog'ning ichida mu degan gap bu. Tarsamasa, agar Tim is in the garden too bo'lgan bo'lsa bu bayon jumla bo'lgan bo'ladi. Hozir is Tim deb Tim bilan izning o'rnini olmish qolg'ashqa, ya'ni is, ya'ni xabar oldirib kelayotg'ashqa savol jumla bu. Okay? Tushunyapmizmi buni? Demakchi Timmu bog'chidimi? Bog'dimi? deb so'raganda Jack bu gapga nisbatan yes he is deb javob berdi. Yes he is degan amaliyot yes he is in the garden too deganni qisqartiramiz-ku. Davom unda so'zib unda to'liq deb aytishning hojati yo'q-ku. U shundoq degan gap bu. Ya'ni u shu umum bog'ning ichida demakchi-ku. Deb bo'lib he is climbing the tree deydi. Bu mana shu she is sitting under the tree degan o'xshash bir jumla shakli. Garchi mazmun o'xshamas, shakli o'xshaydi qarang. She is, he is sitting, climbing. Niyada under the tree dedi, mana the tree niyada. Tushunishmi? Ya'ni u bo'lsa yamishyapti daraxtga. Is degan BPL, climb degan PL, PLning kaniga ing qo'shilgan shakli, ha? Hozirgi davomlashayotgan zamonning sharti azilinibdi, albatta. U bo'lsa yamishyapti daraxtga. Okay? Deganda Jean qo'pab I beg your pardon deydi. Men birinchi dars tushuntirib bo'lgan amaliyotda pardon degan gapning o'zi I beg your pardon'ningki
qisqartılib atılışı o. Miyad nimişqa malum nimişqa birinci derste pardonlam deb alıdı, miyad nimişqa I beg your pardon deb to'liq alıdı desiniz. Birinci derste pardon deb elishtik sebep bu qarshi tarafning gapini anglamagan holatda qanday oddiy qanday kechiring demakchi yoki ko'rish ma'nosi yana bir qatim danga anglamadim degan ma'nosi bor bu demakchi udullam kechiring anglamadim deb degan bo'lsa mayada demak shunga oddiylam pardon deb olgan bo'lsa qisqartib miyada I beg your pardon deb to'rt dona so'z bilan urg'uluq deyishlik sabab nima quloqlariga ishonmadi angladi lekin quloqiga ishonmadi shunga shunday urg'uluq qilib emni qilib ta'kidlab turib da'vat qilaman pardon desimi to'g'ri bo'ladi xato emas lekin anaqa kuchli chiqmaydi anaqa nima deymiz kuchli chiqmagan bo'ladi pardon degan yana bir qatim deb olsaqmi bo'ladi agar I beg your pardon desa qanda nima yana bir qatim danga ajab dedingizmi gapni yana bir qatim degandek bir qayta ta'kidlash kuchaytirish ma'nosiga ega demoqchi okay abi ham tushuntirib bo'ldim so'zning ma'nosini beg degan nimada yalvurishdi yoki o'tinish tilash degan ma'nosi bor dedim I beg your pardon men tilayman sizning kechirimingizni yoki kechirim qilishingizni bu gapning ko'shma ma'nosi nima yana bir dana degan ma'nosi bor okay xo'sh jin ashta deb bilib bunday who is climbing the tree who is kim bo'lsa climbing yamushyotidi the tree daraxtga ya'ni daraxt kim daraxtga yamushyotidi quliqiga ishonmay qoldi demoqchi hamda boladan ansirayotidi shu ma'nosi qildi miyadi deganda Jack popib Tim is deb Tim is degani shu Tim is climbing the tree ni qisqartirilmishi qisqartirilgan Tim is deb degani buni to'liq desak Tim is climbing the tree degan bo'ladi okay deganda Jean popib what about the dog what ni nima dedi about degan to'g'riliq haqida dedi what about x qo'shilib kelsa chu degan ma'nosi bor dedim masalan miyada the dog ya'ni chu degan o'qima bu okay demakchi qizini so'radi sali qayerda deb bog'da dedi nima ish qilyotdi dedi daraxtning tagida o'tiryotdi deydi lekin timmi daraxt bog'dimi dedi ha dedi aniki yo'ldoshi ayolni u nima ish qilyotdi deganini saqlab turmaydi u daraxtga yamishyotdi dedi ayol qo'pib nima yana bir dana dedi ankin yana u gap to'xtab qolmay kim daraxtga yamishyotdi deb yana bir qatim so'radi deyli ankin Jack Tim Ashtaqqavatdo Tim is climbing the tree and qisqartirilgan Tim is dedi endi kim keldi navbat deymiz ishtiq keldi deymiz what about the dog ishchi deydi xo'sh salini bildim Timni bildim dasi ishchi demakchi what about degani shu nima chu ishchi okay masalan what about you degan sizchi degan gap what about me degan chu menchu degan gap okay chiqishiltimiz kundilik turmushda naqashi gap shu demakchi ishchi deganiga Jack deb javob berdi the dog is in the garden too bo'lsa bog'ning ichida tu degan nima qartilgan mu ishtqa ishtmu demakchi ishtmu nimada bog'ning ichida deb bo'lib it's running across the grass bu bo'lsa run degan nimada yugurashdi demak running kayniga hozirgi davomlashayotgan zamonga u across degan nimada kesib dedik the grass chimliqni u chimliqni kesib yuguryapti degan gap bu ya'ni chimliqni o'tirishdan kesib yuguryapti degan gap bu gapni tushundingiz across degan taraf bir so'z demoqchi bu kesib okay endi miyada muhim bir nuqta run yugurish degan so'z fe'lga ing qo'shimchasini qo'shib uningki davomlashayotgan shaklini yasash uchun qanday ingni bevosita qo'shmaydi ekanmiz eng oxirgi harfi anni bir qaytilib bitib ananiki ing qo'shir ekanmiz mana bunga diqqat qilyapsiz it's running across the grass u chimliqda yuguryapti deb olsak bo'ladi chimliqni kesib demizakmi bo'ldi bu yerda yugurish chimliqni kesib yuguraydi okay across degan taraf bir so'z tushunsangiz bo'ldi demoqchi chimliqda yuguryapti yoki chimliqni kesib yuguryapti deb bo'lib it's running after a cat u bo'lsa yuguryapti kendidan bir mushukni after a cat mushuk bir mushukni kendidan deb olamiz uyg'ur tilida
inglizchada keyindan bir mushukning deb oldi ekan. Okay? Ya'ni u yuguryapti keyindan bir mushukni. Uyg'urcha desak bu gapni u bir mushukning keyindan yuguryapti yoki bir mushukni qo'g'layapti deb olsaqmi bo'laverdi. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa dialog to'lbak hayron qoldik murakkab narsami yo'q men abay degan qoidaga diqqat qilsangizlar nima qoida deydi u BPL ning kayniga ya'ni BPL ga ma'nosi u asl shakli be uniki bir dona verb deganni PL dedik kayniga qanday ing qo'shilgan holatda demak mushundaq bir shakl kelsa nima bo'ldi degan to hozirgi davomlashayotgan zamon yasaldi degan to okay asosli mushuni bilib olsangizlar ishingiz bitib ketdi degan gap. Bu dialogninki mazmuni shundoq savoblar. Buni o'zingiz yana ayrim tahlil qilib, yodlab, ko'chirib yozib, hatto qilmasangiz bu narsa bu dars o'zingizning bilimiga aylanmaydi, okay? Unda hozir qanday deyishni bildik. Sally is sitting Sally bo'lsa o'tiryapti under the tree daraxtning tagida, ya'ni tagida daraxtning. Sally is sitting under the tree. Tim is climbing the tree. The dog is running across the grass. The dog is running after a cat. Tim daraxtga yamishyapti. Sally daraxtning tagida o'tiryapti. Ish bo'lsa chimliqni kesib yuguryapti yoki chimliqda yuguryapti yoki mushukning kaynidan yuguryapti deb olsak bo'ladi ekan-ku. Okay? Agar rasmga qarab turib abayqi nimani jumlalarni deyalsangiz texmi yaxshi sog'lashlar. Inglizchani yaxshi o'rganishninki usuli qanday amaliyotda shu. Unda biz aslidagi savolga javob beraylik, undan keyin oldimizga qarab mangayla qarang. Is the cat climbing the tree? Bo'lsa mushuk yamishyapti daraxtga, ya'ni mushuk daraxtga yamishyapti degan gap ekan-ku. Javobi nima? No, it isn't deymiz. Nimishqa no, it isn't deymiz? Yo'q-ku. Bu daraxtga yamishyotgani mushuk emas-ku. Kimdi? Timdi, ha. Demakchi, unda olmagandan keyin yo'q deb boshlaymiz javobni. It deymiz. It degan nima? Shu mushukqa qartilgan-ku. U narsalarga siltilgan. Bu yerga the cat deyishning hojati yo'q-ku. Savolda the cat deb so'raganda javobda it deb javob bersak bo'ladi-ku, okay? Isn't degan qilmayapti degan gap-ku. No, it isn't climbing the tree. Okay? No, it isn't climbing the tree. Yo'q, u bo'lsa qilmayapti nimani? Yamishni daraxtga. Ya'ni u daraxtga yamashmayapti degan gap bu. Okay? Yoki qisqartirib bu gapni no, it isn't desak to'g'ri bo'ladi ekan-ku. Okay? Uzun gaplarni qisqa deyishni bilamiz-ku, ha? Xo'sh, buning javob tugmaydi. Demakchi, agar birisi bizdan mushuk daraxtga yamishyapti deb so'rasa, yo'q, unda emas deb javob berib to'xtab qolsak ham bo'ldi, lekin eng yaxshisi qanday to'liq berayotganimiz yaxshi javobni. U bunda qilyapti deb. It is yoki it's nima? Running in the garden. Bizden ishni so'ramadimi? Dog deb so'ramadi, cat deb so'radi. Dogning gapi bo'langandi. Masalan, Jean, ya'ni ayol dogni so'raganda Jack deb javob berganda, the dog is in the garden too. It's running across the grass. It's running after a cat deganda. Bu yerda cat munda qilyapti degan gap yo'qdi. Dog munda qilyapti degan gaplar bor. Unda biz o'zimizlar bilimiz-ku. Okay, mushukni qo'g'lab yuguraverdi. Unda mushukni yuguraverdi degan gap bu. Unda it's running in the garden desak to'g'rilanmi ekan? Oldida no, it isn't deb it's running in the garden. Bu bo'lsa yuguraverdi bog'da. Okay? Demakchi, bu savolning javobi shunday hisoblanishlar. Buni bo'lsa hisob qilmay, yana qayta o'zingiz o'rganib, yodlab, o'qib, ko'chirib qilgaysiz. Unda bo'lsa shunda deblar biz qanday hozir 32 darsga, ya'ni 31-darsning qanday 31 ninki mashqqa kirib ketib qarang. Lesson 32. 32 dars, okay? What's he, she, it doing? Man rasmiy shu hozir biz o'rgangandan keyin mashqqa qarang, ha.
u nima ish qilyapti degan gap qo'yib, ya'ni u birsi erdiki u, yana birsi ayoldiki u, yana birsi narsadiki u. Albatta, er kishi to'g'riliq so'rasak, what's he doing deymiz. Ayol kishi to'g'riliq so'rasak, what's she doing deymiz. Agar masalan yoki mushuk to'g'riliq so'rasak, ya'ni odamdan boshqa hayvonlar to'g'riliq so'rasak qanda it deydi ekanmiz. What's it doing deb. Okay? Buni bildik. Undan sonra tez aldı biz yeni sözlerni ko'rib o'taylik. Qarang, new words and expressions. Number 1, type. Type. Number 2, letter. Yoki letter deb asak bo'ldi. Number 3, basket. Basket. Number 4, eat. Eat. Number 5, bone. Bone. Number 6, teeth. Teeth. Nəhayət diqqət qılın. Ən axırqı ikki hərf th hərfləriga. Yəni thank you deki th şu yoki three dekilgan th şu mu? Qandaq chiqadi deganda tilimizni yenlik ishlab turib c, ya'ni soat tikildigan c ni chiqarsak bo'ldi-ku, ha? Tilimizni yenlik ishlab turib, masalan, f, okay? Aşı th şu deməkçi, teeth, okay? Hargiz buni ko'nglingizga yo'labla teeth deb o'qiyotmang, soatdagi c o'qiyotmang. Aşı soatdagi c-ni tilingizni yenlik ishlab turib chiqaring deməkçi. Teeth deb, okay? Anonki tırnaq ichiga tooth deb yozib qo'yibmiz. Buni o'qiylang. Ma'nosini hozir tushuntiramiz. Tooth. Okay? Oxirgi th ning o'qilishi o'xshash. Faqatla mana sol tarafdagisi teeth deb o'qilyapti, o'ng tarafdagisi tırnaq ichidagisi tooth deb o'qilyapti. Okay? Number 7, cook. Number 8, meal. Number 9, drink. Okay? I don't think in number 10, it's. Number 11, light. Okay, undan sonra ma'nolar bilan tanishib chiqaylik tezda. Qarang, number 1, type degan xat urish. Xat urish va kompyuterda xat urish va xat urish qartilgan type. Okay? Urush deymiz endi. Yani ki urush, xat urish qartil, xat urishdiki urishchimi? Okay? Number 2 degan letter. Buningki ikki ma'nosi bor bu so'zningki. Birsi harf degan ma'nosi. Masalan, harf bor ingliz tilidagi harflar, masalan, shu letter degan so'zning o'zini olsak, L E T T E R degan qanday 6 dona harf. Demakchi, shu letter degan so'zni tuzayotgan har bir birlik bir harf deb ataladi. Ingliz tilidagi letter deganning bir ma'nosi shu harf degan ma'nosi. Yana birisi salom xat degan ma'nosi bor. Okay? Salom xat. Okay, undan sonra type a letter deganing bo'ldi ekan, salom xatni urish bo'ldi. Okay? Birinchi so'z bilan ikkinchi so'zni qo'shsak demakchi. Undan sonra number 3 ning ma'nosi nima bo'ldi? Basket, sevat degan gap. Sevat. Okay? Basket. Hozir nimada ko'ramiz? Mashqda ko'ramiz, amaliyotda nima deymiz-ku, axlatchiligi deymiz-ku. Axlatchiligimi shu chelakka shu basketni ishlatadi. Vaqtida nima shu chelak demaydi deb hayron qolman. Amaliyotda chelak basketni sevat degan ma'nosi bor. Axlat sevati deb bunda oladi inglizchada demakchi. Biz axlatchiligi degan bilan demakchi. Okay, basket degan sevat uzun gapning qisqasi. Number 4, eat. Eat degan yeyish degan gap. Bir narsa yeyish-chi. Yeyish, ichishga yeyish. Okay? Eat. Number 5, bone. Bone degan nima? So'ngak degan gap. So'ngak, ustaxon. Okay? Masalan, eat a bone degan nima? Bir ustaxonni g'ajlash bo'ldi miyada. Ustaxonni yegib bo'lmaydi, g'ajlaydigan narsa u. Ma itninki nimasi bir harakatni shunday ifodalaydi. Hozir mashqda ko'ramiz. Eat a bone. Okay? Ya'ni bir so'ngakni g'ajlash deb olamiz bu. Teeth degan nima bo'ldi? Ma odamning tishi bor, ama og'iz bo'shlig'imizdagi tishimiz, bir narsa chaynaydigan, shu tishninki ko'pligi ma'lum. Teeth degan nima? T E E T H bo'lsa, tish degan so'zningki ko'plik ism. Nimishqa tirnoqchiga yozib qo'ydik tooth deganda u birlik ism. Ya'ni bir dona tishni tooth deydi. Shundaqla tishning soni 2 ga yetgandikilam teeth deymiz. Demakchi, ma'laqi kayniga as qo'shimchasi qo'shilib ko'pligi asildigan ismlar qatoriga kirmaydi ma'laqi. Qoidasiz ism deymiz mana.
Okay? Demakchi bir dona tishni one tooth degan bo'lsa, ikki dona tishni two tooths demaymiz, balki two teeth deymiz. İngilizce ham dastlab ko'nvag'icha azroq bir qaym qilgan bir til. Ko'nab qolsiz buningga. Okay? Demakchi ba'zi narsalarda birdaklik yo'q. Number 7 cook. Cook degan pishirish degan gap. Ya'ni tamoq pishirish, okay? Yoki tamoq etishmi deymiz-ku biz. Number 8 meal. Bu tamoq degan gap. Masalan, bir vaqtlik tamoq, atiganlik tamoq, tushlik tamoq, kashlik tamoq keladigan tamoq, juma. Yemeklik emas bu demakchi. Meal degan tamoq, juma. Number 9 drink. Drink degan ichish degan gap. To'rtinchisini yeyish degan tutqu. Number 9 drink. Balkim bu ikkisidan o'rganib bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Agar o'rganib bo'lmagan bo'lsak, o'rganyapmiz hozir. O'rganib bo'lgan bo'lsak, bo'pti. Takrorlashib qoldi. Okay? Drink. İçiş. Number 10 it's. Mana bak diqqat qilaylik savoldoshlar. 10-chi so'z it'da pash yo'qmi? It bilan asli araligi bir ustiga qo'yilgan pash yo'q. Agar u pash bo'lgan bo'lsa, it is ning qisqartiruvchisi bo'lgan bo'ladi. Mavo pash yo'q holatda its deb munda kelsa, uning degan ma'nosi bor meniki. Ya'ni narsalar qartib turib, masalan bir itni ko'rsatib turib, uning masalan ko'zi bijnim bo'lib qolibdi deymiz-ku, yoki uning quyrug'i bijnim bo'libdi deymiz-ku, ashadagi uningmi? Malqa odamlarga ishlatilgan uningni o'rganib bo'ldik savoldoshlar. X'ninki uning degan shakli xizdi. She'ninki uning degan shakli herdi. Hamda shu it uning degan shaklini ancha bektab ketmagan amaliyotda dedik bir qatam, lekin bek to'xtalmadik. Mushu hamda shu rasmiy deganimiz bo'lsin. Narsalarga qartilgan uning degan so'z ma'lum. It's, okay? Number 11 light. Bu chiroq degan gap. Yadingizda bor, oldin qatim biz lamp deb o'rgangan. Lamp degan lampa, okay? Yoki lampa deymiz, qanday bir o'rab turadigan bir qapchiq va chiroqni lampa degan tuqqu. U lamp bo'lsa, light degan har qanday chiroq qartilgan, okay? Light. Shumi? Masalan, to'risda istilgan chiroq deymiz-ku. To'risda istilgan chiroqni light deymiz. Avu albatta qapchiq va bulon qo'yadigan chiroqni lampani light degil bo'ldi. Lekin lampa deganimiz maxsus ashulonga qartilgan. Okay? Shu qapchiq va ya'ni bulon qo'yadigan chiroq bilan qartilgan lamp deganimiz demakchi. Mana farqlantirib olaylik demakchi-ku men. Unda so'zlarningki ma'ni o'qilish ahanglari shundoq, ma'nolari shundoq, unda tigidiki va jumla shakliga biz bir nim qilsak, mashq qilib saplab ko'rsak, mana yangi so'zlarni qarang. What's he doing? He'ni abturib bir ish deb baqsaq, mana jumlani qarang. What's he doing? U nima ish qilyapti degan gapga bir action ko'rsatib. Bunga nima javob bersak bo'ladi biz? Albatta, he'ni so'ragandan keyin he deb boshlaymiz gapni. He is, masalan, eating, desak u bizning yeyapti degan gap bu. Okay? He is eating. Okay? Masalan, he is eating an apple. Apple degan olma-ti. He is eating an apple bo'lsa, u bir olma yeyapti degan gap bu. Agar what's she doing desak bir ayolni ko'rsatib turib. She is, masalan, typing a letter desak bo'lgan, bu typing degan urvati degan gap, a letter degan bir salom xatni hozir deb bo'ldi. She is typing a letter desak bo'ldi ekan. Yoki it, masalan, bir narsani ko'rsatib turib, ishni ko'rsatib turib, what is it doing desak javob qanimi? It is, masalan, eating a bone. U bir ustixonni yeyapti yoki ustixonni g'ajlayapti desak bo'ldi ekan bu. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa bular nazariya jihatdan shunda bo'ladi. Endi amaliyotda biz ders kitobimizningki mashqini, og'zaki mashqini bir ko'rib olsak, qarang, mavzu o'xshash mavzu, qarang, lesson 32. What's he yoki what's she yoki what's it doing degan savolga biz bunday javob beramiz, qarang. 20 rasm qarang. Nicola is typing a letter. Okay? She bu Nicola degan ayol kishi ku, Nicola is typing a letter. Nicola bo'lsa bir salom xatni uryapti degan gap ma'lum. 30 rasmda she is emptying a basket. Axlatchilikka qartilgan, axlat seviti deb oladi ingliz tilida, biz axlatchilik deymiz bu. Okay? Basket degan shu sevat demakchi. U empty degan yodinglarda bor, quruqdash degan gap. Albatta, sifat bo'lganda quruq degan ma'nosi bor. Ich kabak demakchi, ich quruq, ichida hech nima yo'q.
sifat bo'lganda. Agar fe'l bo'lib kelsa, quruqdash degan ma'nosi bor degan yodingizda bor. She is emptying a basket. Bu bir sifatni quruqdayotdi deganga shu tapning o'zida bo'layotgan ish, mana. Okay? 40 rasmda Mr. Richards is opening the window. Richards apandi bo'lsa, echyotdi darizini degan gap bor. Ya'ni Richards apandi darizini echyotdi degan gap bor. Buni o'zingiz mashq qilsangiz bo'lmaydi, men bunday deb beryapman, tushunmay qoldim shunda. 50 rasmda My mother is making the bed. Agar bizdan birisi What is your mother doing deb qolsa, nima deyotganmiz? She is making the bed yoki My mother is making the bed desak bo'ladi. Make the bed degan karvatni yig'ishtirishdi. Hozir making deb make yodingizda bo'lsa, yig'ishtirish, joylashtirish degan ma'nosi bor. Make degan so'z qanday yoziladi? M A K E yoziladi. Demak make ya'ni yig'ishtirish degan so'zni ing qo'shimchasini qo'shib hozirgi davomlashayotgan zamon shakliga o'zgartsak qanday o'zgartir ekanmiz? M A K E deb 4 harfdan tuzilgan bo'lsa, E ni tashlab o'tib ing ni qo'shibdi. Diqqat qilyapsiz, okay? 60 rasmda Sally is shutting the door. Shut degan itishdi. Masalan, shut the door degan eshikni at degan gap ham qarshi tarafda desak. Endi eshikni ityapti degan nima deyotganmiz? Shu shutningki eng oxirgi T harfini yana bir qatam qaytilib deb ing qo'shilganmiz, okay? Sally bo'lsa daraxtni mana eshikni yepyapti, okay? Sally is shutting the door. 70 rasmda it's eating a bone. İşte demek ki o deb narsalardagi uni ishlatyapti-da. U bir ustixonni yavatidi yoki ustixonni g'ajilayotidi. 80 rasmda My sister is looking at a picture. Mening singlim yoki ocham qarayotdi bir rasmga degan gap bor, okay? 90 rasmda Jack is reading a magazine. Jack bir jurnalni o'qiyotdi degan gap bor. Tushunishliqqa ba'zi narsalarni takrorlamasam tushunib oldingiz hozir, ma jumla shaklini. BPL ga bir PL agashgan holda, ya'ni u PL ning ing degan bir qo'shimchasi bor. Mushundaq kelsa, hozirgi davomlashayotgan zaman deb aytib qo'ya bu gapni. Ya'ni Jack bir jurnalni o'qiyotdi yoki Jack jurnalni o'qiyotdi deb olamizku. Inglizchada bir jurnal deb aniq ammasi bo'lmaydi, okay? 100 rasmda he is cleaning his teeth. U tozalavatdi yoki pokizlavatdi o'zining tishini degan gap bo'ladi. His degan o'sha arlarda keladigan uning u. U uning tishini tozalavatdi degan Uyg'urchada u o'zining tishini tozalavatdi deymiz-ku. Inglizchada uning tishini deb ma'lum. Arlardagi uning elyapti, mana diqqat qilyapsiz-a? 200 rasm qarasangiz, she is dusting the dressing table. Bu krem üstündeki çang tuzağlarını sürtüyordu degan gap bor. 300 rasmda Emma is cooking a meal. Emma tamak etyapti degan cooking a meal. Meal degan tamak dedik, ha? Emma bir tamak etyapti. Buni biz Emma tamak etyapti desak bo'ldi-ku, ha? 400,000. Yine bu çoğun sallarını keyin günümüz baribir hozir hayron qolmang, ishingiz pishmasin. 400 rasmda qarang. The cat is drinking its milk. Mushuk bo'lsa ichyapti, uning sutini, ya'ni o'zining sutini deb olamiz Uyg'ur tilida biz. Mushuk o'zining sutini ichyapti degan gap qo. Mishalki o'zining degan it, ya'ni uning narsalarga ishlatilgan, uning hozir ko'rdik qiyin so'zlarning orasida, okay? 500 rasm Amy is sweeping the floor. Amy yani süpüryapti degan gap qo. 600 rasm Tim is sharpening a pencil. Tim ushlayapti bir qalamni. Tushunishliqku? 700 rasmda he is turning on the light. U chiroqni yoqyapti degan gap qo. 800 rasmda the girl is turning off the tap. Qiz bola yoki qiz yoki qiz jumakni ityapti degan gap qo. Kondarslarga agishib ketayotgan bo'lsangiz tushunasizmi? 900 rasmda the boy is putting on his shirt. O'g'lola o'zininki o ko'nglikini kiyapti degan gap qo. 1 millioninchi rasmga qarasangiz Mrs. Jones is taking off her coat. Jones
o'zining paltosini silyapti degan gap mana taking off. Okay? Bular og'zaki mashqlar savdoshlar. Bu og'zaki mashqlarni mening qilib berishim bilan ish bitmaydi. O'zingiz ayrim ko'rib, o'zi yezib, hatto o'qib, tarjima qilib, yodlab qilsangiz texnik yaxshi. Ashtada biz qanday yozmish mashqlarni ko'p vaqayli savdoshlar. Yozmish mashqlarda bunday edi birinchida written exercises'ninki A qismida complete these sentences. To'liqlanma jumlalarni. Qarang, example bunday edi. Sweep the floor. Ma buyruq gap bu. Surat ya'ni yoki polni. Ya'ni polni surat degan gap bu bir odamga aytgan buyruq so'zi bu. Deb bo'lib, kendla she is sweeping it dedi. U uni suratdi deb. Nani? Polni demakchi bu oyatdagi. U degani shu polgo. It degani demakchi. The floorning o'rniga it deb almış ishlatimiz dedim-ku. Okay? Ashunga o'xshash tugliklarni ishlay olasiz. O'zingiz, masalan, number 1 nima ishlab open the window. There is an itchvat. Degan gap bu yoki there is an itchvat. The bullet kendan he is opening the window. Or there is an itchvat do yoki u itchvat do. He is opening it. Second bo'ladi-ku. Ya'ni oldida aniq qilib deb bo'lib, anamkin birdan o'tkazib u ashuni qilyapti deb da'vatgan gaplar ekan-ku bu, ya'ni birinchi shaxsning tilidan chiqayotgan buyruq jumlani, buyruq ahangidagi jumlani uchinchi shaxsning tilida u bunda qilyapti deb o'zgartirib ekanmiz-ku, okay? Xo'sh, buni o'zingiz qilasiz savoldoshlar. Undan keyingi mashqqa qarsak, undan keyingi mashqda bunday qarang, write questions and answers. Savol va jumlalarni, javoblarni yozinglar deydi qarang. Nima deydi bizga? Nima beribdi? Nicola, qarang. Nicola emptying the basket. Qarang, ustidagi nima qarsangiz berilgan so'zlarga Nicola deb buniki yan to'siqsiz deb emptying the basket deb yana bir yan to'siqsiz deb typing a letter deydi. Nicola degan qiz bola, ayol kishi. Emptying the basket degan nimani? Sevatni quruqdayotdi degan gap. Typing a letter degan salom xatdan birini urish degan gap. Unda olsam mushu berilgan mushu Nicola emptying the basket and typing a letter deganlarga asosan bunda bir necha jumlalarni tuzayotganmiz qarang. Savol va javoblar. Masalan, what is Nicola doing? Deb. Nicola nima ish qilyapti deb. Bildingiz hozir qanday tuzaydiganligini. Hozir davomlashayotgan zamonda bilib bo'ldingiz. BPL is kelyapti, anikin do ning kayniga ing qo'shilib kelyapti, ha? What is deb. Nicola doing deb. Shuni bo'ldingiz jumlaningki naridan nima keldiganligini, ha? Ya'ni nima bo'lsa Nicola qilyapti. Ya'ni Nicola nima qilyapti degan gap bu. Mush savolni o'zimiz tuzaydi ekanmiz shuni Nicolaga asosan. Undan demakchi tuzdiq deylik. Deb bo'lib bu savol bilan yana bo'ldi qilmay bu savolni yana bir xil munda so'raydi ekanmiz. Is she emptying the basket? Chunki berilgan ikkinchi bilak emptying the basket emasmi? Shunga shuni ishiltib is she deb bunday savol shakli qo'yma jumlaniki. Is oldida she keyinda kelsa, ya'ni is she emptying the basket degan gap bu. Bu sevatni bakalavtamdi yoki quruqdayotdi degan gap. Okay, unda olsa birinchi savolni Nicola nima ish qilyapti deb tuzilib, ikkinchi savolni u sevatni quruqdayotdi deb tuzilib, undan uchinchi bo'lib, undan javob qilib berganmiz. No, she isn't emptying the basket. Isn't degan is not ning qisqartirilmasi albatta. Ya'ni u quruqdamayotdi sevatni, ya'ni u sevatni quruqdamayotdi deydi deb, she is typing a letter. U uryapti bir salom xatni. Qarsangiz typing a letter deganga asosan, okay, ashuni ishlatdingiz deyapti. She is typing a letter. She is degani she is ning qisqartirilmasi u. U bo'lsa uryapti bir salom xatni. Demakchi, shuni tushungan bo'lsangiz, to'landiklarini hargiz ishlayolmay qolmaysiz. Men sizga sizni rag'batlantirish maqsadida qanday o'zim birini tuzab bermay albatta. Number 2 ni tuzab beray qarang. My mother, mening opam degan gap bu. Shutting the door. Itish yoki itvatdi degan gap bu. Making the bed. Karvatni jo'ndavatdi yoki
yig'ishtiryapti degan gap bu. Unda men tuzishni boshlayaptim, qarang. What is your mother doing deb so'raydi qarshi taraf albatta. Apangiz nima ish qilyapti deb. Men javob bergandim, mening opam bunda qilyapti deb bermang-ku, okay? What is your mother doing? Your mother, sizning opangiz. Berilganda my mother deb berdi, albatta savolda your mother deb so'raymiz-ku. Hech kim o'zidan o'zi so'rab, masalan, mening opam nima ish qilyapti deb, ha, mening opam bunda qilyapti deb javob bermaydi-ku, okay? Demakchi, my mother, your mother bo'lib savolda ishlash ifodalanadi-ku. Gapni tushundingiz? What is your mother doing? Okay? Apangiz nima ish qilyapti, okay? Deb bo'lib, is she shutting the door? Yani ki, your mother ne? Tuncu sualda your mother deb aldı. What is your mother doing deb. İkinci sualını sorganda yine is your mother shutting the door deyişinin acıdı yok bu verilgen ikinci bölek shutting the door bu. Demek ki is your mother deb kaydı deyişinin acıdı yok bu yerdeki your mother'ın ornağa she'ni almıştırısı buldu. Yani is she shutting the door? Yani o işini yapıvatamdı degen gap bu. Deb bulup cevapta no she isn't shutting the door. Elbette. O işini yapmayatıdı. She is making the bed. O karvatını yığıştırıvatıdı deyimiz bu. Şundağız çoxum. Təsir yox bunu düşünməydiğən savaqdaşlar qağallarını çoxum işləyələysizlər. Çoxum işlən. Əgər muntizim aşı küçlük bir asaslıqı ega inglizcini öyrənətdim deməkçi olsunuz, degan bolsunuz, aşı sizinki izləydiğiniz olsaqanda mən degəndə qılın. Sual bo'lsa, shu darsning tagidagi YouTube kanalda, shu videoning tagidagi o'ringa qoldirib qo'ysangiz, men davomli ko'rib turmay tushgan inkaslarni javob bermay yoki email qilsangiz, emailda javob bersam bo'ladi, okay? Unda qolganlar o'zingiz qolib savoldoshlar, o'rganishingiz ham xushalliq, natijalik bo'lsin. Unda biz see you tomorrow.